Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xo'p, boshladik bo'lmasa bir qisqa muddatda vaqtingiz shu 3 oy Yuksalish akademiyasida o'tgan bo'lsa, men o'ylayman ko'p yaxshi ko'nikmalarni o'zingizga odat sifatida shakllantirdingiz va meros iltimos qilgan bo'lardim. Bundan buyog'iga o'sha narsalarni tashab qo'ymang. Chunki bir odat shakllantirish uchun kamida 40 kunlik davomat kerak bo'ladi. Odatda shakllantirish juda qiyin. Va yoshingiz katta bo'lgan sayin bu qiyinlashib boradi. Yosh bola endi o'sib kelayotgan holga o'xshaykanda, uni mabodo qiyshaydigan bo'lsa, to'g'rilash oson bo'ladi. Katta odam o'sha katta daraxtga aylanadi, uni qiyshaytiraman desangiz, to'g'rilayman desangiz, sinib ketadi deng. Shuning uchun inson ko'pchilik katta bo'lishni tezroq xohlaydi-yu. Men sizni o'ringiz bo'lganimda umuman xohlamagan bo'lardim. Kattalar aytsin hozir. Kimga havas qiladi desa, hamma yosh bolalarga havas qilgan bo'lardi. Sababi g'amingiz yo'q, o'yingiz yo'q, tashvishingiz yo'q. Ota-onangiz bor, ko'pchilikda yo'q bu yerda, yosh kattalarda. Sizda imkoniyat bor, kattalarda mas'uliyat bo'ladi. Juda ko'p sizga havas qilsa arziydigan narsalaringiz bor. Ming afsuslar bo'lsinki, buni ko'pchilik yoshligida anglamaydi. O'tib ketgandan keyin, yo'qotib ketgandan keyin afsuslanib qoladi. Siz uchun hech afsuslanmaslik uchun bordi qadriga yeting demoqchiman. Va katta bo'lish havas qiladigan narsami desa, yo'q. Yillar o'tgan sayin sizda bir yomonliklar paydo bo'ladi. Sizning xulqingizda o'zgartirib bo'lmaydigan bir odatlar paydo bo'ladi. Sizda o'zingizni nazoratingiz zaiflashganini sezasiz. Ya'ni nafsingiz sekin-asta ustun kelayotganini ko'rasiz. Bu juda yomon. Buning uchun yoshlikdan yaxshilik yo'lida, to'g'rilik yo'lida odam o'zini bir hayot tartibini tuzib chiqish kerakda, o'sha bo'yicha yashash kerak. Katta bo'lgandan keyin qiynalmaydi. Ikkala enam rahmatlilarim shu ertalab yozgi kunlari 3, qish kunlari 4-5 da turardi. Bu quyosh chiqishiga hali 2-3 soat bor. Shu 80 ga kirgan odamlar, 70 ga kirgan yosh katta onaxonlarki, qanaqa bu yerda turadi deyman, shu turib o'zi ham bir 100 rakat namoz o'qiydi, qancha kitob o'qiydi, qancha zikr salovotlarni tugatib, bomdodda o'qigandan keyin agoratga chiqib ketadi deng, ishlaydi. Men kichkinaman, yoshman. Yosh bolalar energichniroq bo'ladi. Kam uxlasa ham, kam yesa ham ko'p narsaga quvvat yetadi. Men o'zi shuncha uxlab charchab qolaman, yo bo'lmasa damogim keladi. Nimaga men erta uncha tura olmayman? Enamlar yosh katta u qanaqa turar ekan? Rosa shu savol qiynardi men. Bilsam u turmush tarzi ekan. Hayot tarzi shunaqa. Necha yillik tajribaki, o'zi xohlasa ham, xohlamasa ham o'zi soat 3 da turib, bu odat bo'lib qolganki, hech og'irligi, malolligi kelmaydi ekan ularga. Keyin men tushunib yetganim, inson yaxshi odatlarni shakllantirib, to'g'ri turmush tarziga ega bo'lsa, yosh nechidan bo'lishidan qat'iy nazar zo'r hayot yashaydi ekan. Bugun sizlar bilan ruxsat bersangizlar, shu turmush tarzi haqida gaplashamiz, bo'ladimi? Aylanib ketay. Mana insonning o'zgarishi yaxshi yoki yomon inson bo'lishiga nima narsa sabab bo'ladi desa, ko'pchilik har xil omillar aytadi. Kimdir tashqi muhit, kimdir oilasi, kimdir boshqasi. Yo'q. O'zi aslida insonning ichi uni o'ziga nisbatan o'qigan hukmi, qarorlari bo'lar ekan. Toskamiz yo'qmi? Mayli. Shartmas. Voqeliklar doim bir xilligicha turadi. Qonuniyatlar ham doim bir xil bo'lib kelgan. To'g'ri va noto'g'ri narsalar ham hamma uchun ma'lumda, lekin odamlarning munosabatiga qarab ularning hayoti, taqdiri shaklanar ekan. Oddiy misol aytaman. Men hozir mana shu yerga bir pachka sigaret olib kelsam, chakasizmi desam, kim chakkan bo'lardi mana shu yerda? Qo'l ko'tarsin-da. Hech kim chakmaydi, masalan, o'quvchilar orasida. Nimaga chakmaysiz? Savol bering-da. Sog'liq uchun zarar, miyada bu narsa mumkin emas yoki o'pka rakiga olib keladi, boshqa degan qizil signal yonadi deng. Va siz buni darrov rad qilasiz. Lekin shuni men hozir Guliston Petakka olib taksilar oldiga kim chakadi desam, talashib olib qo'yadi deng. Ular bilmaydimi sog'liq uchun zararligini? Ular bilmaydi, yozib qo'yganki o'pka rakiga olib keladi boshqa deb turib.
Biladi-ku. Demak, taklif qilinayotgan narsa o'zgargani yo'q, munosabat o'zgarar ekanda. Demak, ularda o'sha ong ostiga yozilgan buni bemalol cheksa bo'laveradi degan o'ziga bergan ruxsati hayot tarzini belgilab bergan ekan. Demak, bizni o'zgarishimiz ichimizda hayotimiz haqida bergan tasavvurlarimiz, dunyoqarashimiz, nuqtai nazarimizga bog'liq ekan. Yani ko'pincha sigaretni tashlamoqchi bo'ladi-da. Sigaret emas, sigaretga nisbatan moyillik haqidagi fikrlarni o'zgartirish kerak. Ya'ni ichidan chiqib kelar ekan o'zgarish. Ko'pchilik tashqi o'zgarish haqida o'ylaydi-da. Ko'rinishimdir, turmush tarzim, sportim va hokazo deb turib, nima deydi? Kema teshilgan bo'lsa, qayiq teshilgan bo'lsa, teshikni yamashni o'rniga oqibat bilan kurashadi. Suvni paqirlab bunaqasiga to'kmoqchi bo'ladi, lekin u teshikdan yana kirib kelaveradi. Demak, biz butkul hayotimizni o'zgartirmoqchi bo'lsak, hayot haqida, o'zimiz haqida, atrof muhit haqidagi xulosalarimizni to'g'rilab olishimiz kerak ekan. Nima to'g'ri bo'lsa, o'sha narsani to'g'ri deb qabul qilib, shu bilan yashashlik katta narsa ekan. O'shanda u odamga tashqaridan bir dalda yoki hozir aytilayotgan motivatsiya va hokazo narsa kerak bo'lmaydi. Siz o'zingizda intizom degan narsani shakllantirishingiz kerak ekan. Tushundingizmi? Masalan, har kuni kim mana shu yerda har kuni 40 betdan ko'p kitob o'qiydi, muntazam. Qo'l ko'tarsinda 40 betdan ko'p kitob o'qiydiganlar. Muntazam. O'sha ba'zida bo'lgani degani deyarli bo'lmaydi deganda, bir kun, ikki kun bo'ladi, ikkinchi kun yana bo'lmaydi. Muntazam o'qishlik 40 bet bir kunda qancha vaqt ketadi? Uzog'i 1,5 soat uzog'i. Bo'lmasa 1 soatdan bemalol o'qisa bo'ladi, muammo emas. Biz o'sha ayni o'qishga, mutolaaga 1 soat vaqt topa olmaymiz. Nimaga? Chunki biz shu qadar bandmizki, o'qishga vaqtimiz yo'q, ya'ni mutolaaga vaqtimiz yo'q. Nima bilan bandmiz? Bahonalar bilan bandmiz. Miyada juda ko'p fikrlarimiz bor. O'zicha muhim bo'lgan ishlarni qilyapmiz degan yolg'on asossiz gaplar yuradi. Uni agar qog'ozga tushib o'z kecha kun davomida qilgan ishlaringizni hammasini yozsangiz, yarmidan ko'p musorga chiqib ketadi, bo'choqqa chiqib ketadi. Havoga uchib yotgan qancha vaqtimiz bor, shuni mutolaaga sarflasak bo'ladi. Lekin nimaga biz har kuni 40 betdan ko'p kitob o'qimaymiz? Men o'sha tanishlarim bor, kuniga 300 bet o'qiydi. Har kuni. Yotishdan avval muntazam 100 bet o'qiydiganlarni bilaman. Muntazam. Ular sizni bilmadim, mendan bandroq odamlar ular, ancha. Juda band odamlar. Lekin vaqt topadi. Qayerdan topadi shular? Qanaqa kuch topadi o'zi, shu narsani qanday shakllantirgan desam? Demak, aylanib ketay, kiring. Kuniga 40 betdan ko'p kitob o'qish degan narsani odat o'laroq shakllantirish misolida hayotingizda hamma yaxshi odatlarni shakllantirish va hamma yomon odatlarni chiqarib yuborishni ketma-ketligini ko'rib chiqamiz, maylimi? Bir odatni shakllantirish uchun necha kun vaqt ketadi? 40 kun vaqt ketadi. 40 kun vaqt ketadi. Hozir g'arbda har xil kitoblarda 21 kun, 3 hafta deb aytadi. Shu nafsga yoqadigan narsani yozaveradi ular. Lekin uzoq muddatli qilaman desangiz, 40 kun bitta ishni doimiy ravishda qilsangiz, u odatga aylanadi. Lekin eng qiyin birinchi 3 kun bo'ladi. Birinchi 1 hafta bo'ladi. 3 kun emas, birinchi 1 hafta. Nimadandir ruhlantirasiz, mana shu suhbatdandir, boshqadandir, bo'lmay uyga borib o'qiyman desiz. Birinchi kun amallab o'qiysiz. Ikkinchi kun o'qiysiz, uchinchi kun o'qiysiz. To'rtinchi kun tashlab qo'ygan bo'lasiz, qiynalasiz. Nimaga? Chunki tarixda 40 kun hech qachon o'qimagansiz, uni ketma-ket. Tarixda 40 kun u narsa bilan muntazam shug'ullanmagansiz. Masalan, ertalab yugurishga chiqqanlar bor. Bir kun chiqadi, ikki kun chiqadi, uchinchi kun chiqadi, uchinchi, to'rtinchi kun nimadir bahona yotgan bo'ladi. Ob-havoni noqulay kelganligi tufayli deb o'ziga bahona qildi. Men shunday yaqinlarim bor. Qishin yozin stadionga chiqib yuguradi. Birinchi maktab stadioniga men o'zim talaba abituriyent paytim shug'ullanishga chiqqandim. Qor yoqqanda ham yoshi katta, dadamlar tengi odamlar chiqib yugurib yurgan bo'ladi. Qayerdan kuch topadi bular deymi, yoshi katta 50 ga kirgan odamlar. O'sha paytda 50 ga kirishdi. Keyin bilsam odat ekan u. Demak, bir yaxshi narsani shakllantirmoqchisiz o'zingizda, hayolingizga keltiring. O'shanga siz har kuni kuchingizni va vaqtingizni sarflaysiz. Ehtimol ozgina pulingiz ham ketar, bilmayman. Birinchi kun qildingiz, ikkinchi kun qildingiz, uchinchi kun qildingiz, to'rtinchi kun juda katta malol keladi.
Chunki unga berayotgan vaqtingiz boshqa bir narsani evaziga bo'ladi. Nimagadir sarflab turgan vaqtingizdan yulib olib kelib yo'q qilishingiz kerak. Nimagadir sarflab turgan quvvatingizni olib kelib yo'q qilishingiz kerak. Inson tanasida xotira bor. Har kuni bir ish qilar ekansiz, o'sha ishni qilishlikka soat nechida qilsangiz, o'sha soatlarda xumor tutadi. Shuni qilishligingizni xohlab qolasiz. Tushunyapsizmi? Doimiy ravishda miya buyruq beraveradi. Bu yaxshi yoki yomonligiga qarab siz yaxshi yo yomon odam bo'lasiz. Demak, biz birinchi kun bir amallab butun diqqatimiz, fokusimizni 40 bet kitob o'qishga qaratishimiz kerak edi. Boshqacha yonib ketgan taqdirda ham ertalab iloji boricha sahar atrofida 40 bet o'qishimiz kerak edi. Ikkinchi kun xuddi shu ish qilasiz. Uchinchi kun qilasiz. Lekin har safar qilayotganda sizda bir ish bo'ladi. Nima u desam, insonni ikkita narsasi bor. Qaranglar. Biri ong deydi, ikkinchisi ong osti ekan. Mana inson ongi bo'lsa, bu ong ostisi bo'ladigan bo'lsa, ongda nima bor desa, ongda fikrlar bor. Yangi o'qiladigan bilimlar, siz nimaiki o'rgansangiz shu yerga jamlanadi. Ong ostida nima bor desa, ong ostida hayotiy tajribalar va xulosalar bor. Dunyoni qabul qilish bor. Va mana shu bo'yicha yashaysiz. Mana sigaretni zararligi haqidagi ma'lumot keladi. Masalan, har yil shuncha odam o'lar ekan, o'pka rakiga buncha ta'siri bor ekan, bunaqa ekan desa, bir ma'lumot keldi. Bu ma'lumot minod yorib o'tolmaydiki, shuncha yildan beri chakib yurgan odam buni qabul qilmaydi. Bir kun tashlar, 2 kun tashlar, 3 kun tashlar, 4-chi kun yana chakayotgan bo'ladi. Chunki bu yerda uning muammosi chakishlik haqida. Biz birinchi kun 40 betdan ko'p kitob o'qisak, o'zingizda bitta bo'lsa ham bir ishonch paydo bo'ladiki, ey falonchi, sen 40 betdan ko'p kitob o'qiysan kun davomida. Lekin bu yoqda necha yillar davomida o'qilmagan kunlar bor, o'zingizga nisbatan xulosangiz shakllangan, bekor aytibsiz. Shu paytgacha o'zi muntazam kitob o'qiganmisiz yo'qmi? O'qisang miyang achib ketadi, zerikib qolasan, kalang qizib ketadi degan narsa turaveradi. Ana bechara mana pardani yorib kiraman dedi. Kira oladimi desa yo'q, kira olmaydi. Ikkinchi kun yana 40 bet o'qiysiz, yana o'zingizning kitobxonligingiz haqida argumentni bu yoqqa tashlaysiz. Ana o'sha narsani yorib kira oladimi desa yo'q, kuchi yetmaydi. 3-kuni, 4-kuni, 5-kuni, 6-chi, 7, 8, 9. Bir hafta o'tar ekan, mana har bir kun o'tishi bilan haligi zarba qattiqroq bo'ladi. Sababi 8-kuni bir haftalik sizda xulosa bilan urilayotgan bo'ladi mumush pastga qarab. Bir hafta sen kitob o'qiding axir desa, bu yoqda zato necha yil o'qimagan deb turaveradi. 8-kun, 9-kun, 10-kun, 20, 30, 39 kun o'qib 40-kuni shu qadar katta zarba bilan o'tadiki, mana ichiga pastga sen kitobxonsan. Sen har kuni muntazam 40 betdan ko'p kitob o'qiysan degan narsa shakllanib kiradi va insonda keyin odat shakllanadi. Odat shakllanganning eng birinchi alomati nima desa, odamga o'sha ish hech ham og'irlik qilmaydi. Umuman bilinmaydi. Shunday vaqt topganingizni bilmay qo'yasiz. Umuman erinmasdan, zerikmasdan, hayolingiz chalg'imasdan mazza qilib o'qiysiz va keyin muntazamlik sizda shakllanadi, intizom bo'ladi. Endi bu narsa sizni hayotiy xulosangizga aylanadi, o'zingizga nisbatan hukmga aylanadi va o'zingizga nisbatan ishonchga aylanadi. Shu ishonch bilan nimaniki ostida o'qib ketaverasiz. Vaqt, sharoit umuman ahamiyatsiz. Tushunarli-a shu? Demak, biz yaxshi odatlarni shakllantirish xuddi shu narsadan foydalanishimiz kerak ekan. Yomon odatlardan voz kechishlik ham xuddi shunaqa. Kimdir qaysidir bir o'yinga mukkasidan ketgan bo'lishi mumkin. O'sha o'yinni haqiqatda tashlashni qasd qilsangiz, siz uzoq muddatda bir 40 kun o'ynamaslik haqida umuman o'ylamang. Siz bir kun o'ynamay berishingiz kerak, xolos. Birinchi kun o'ynamang, umuman. O'shanda sen bu o'yinga bog'lanib qolmagansan, bu o'yinni sen tark qila olasan degan fikr mana uradi, lekin kira olmaydi. Ikkinchi kun hech narsani o'ylamang, mana shu bir kun davomida o'zingizni tiyib turishni o'ylang. Ikkinchi kun kiradi 3, 4, 5. 40 kundan keyin shu qadar yorib kiradiki, sen bekor narsalarga vaqtingni sarflamaysan degan narsa bilan kirib, o'yin hayotingizdan to'lishib ketadi. Uni xumori ham tutmaydi. Uni esingizdan ham chiqarib olasiz. Tushunarli-a? Yomon odatlarni tark qilish eng oson usuli, men bolaligimda shuni sinab kelaman. Varaq olasiz va unga mana shunaqasiga T shaklda chizasiz. Va tepaga mana shu yomon odatimni
borligi, hayotimda borligi, nima plyuslari bor, nima minuslari bor deb qo'yasiz. Plyus minus. Misol uchun, bolalar qaysi o'yinga bog'lanib qo'ygansizlar, aytingizlar? Shuni ko'rib chiqamiz. Birorta o'yin. PUBG o'ynaydiganlar qo'l ko'tarsin-da. Yaxshi. Uyalmay ko'taraveradigan u bolaki o'ynaydi. Xo'p, yana bu yoqda hech kim o'ynamaydi. Malades, mana shu bolalarda haqiqat qo'ylik, mardlik uchun bitta qarshi shart qo'yamiz. Xo'p. Demak, qarang. Bitta qog'oz olamiz deng. T shaklda yozamiz deng. Tepasiga shu PUBG o'yinning hayotimda borligi, menga nima foydalari bor, zararlari bor yozamiz ekan. Keyin sanab chiqamiz. Qog'ozga tushirilmaguncha miyadagi fikr asossiz va yolg'onchi bo'ladi dedim boya sizga. Odatda shunaqa bo'ladi. O'ynashingizga nisbatan sizda bahonalar bor miyada. O'sha o'ynashga undab turadi. Sizga rag'bat berib turadi, motivatsiya bo'ladi. Masalan, nima foydalari bor shu o'yinda? Bitta ayting, foydasi bor. Olsan ishlat. Nima foydasi bor? Qani? Foydasi bor. Qarang, foydasini kecha bolalar sanadi. Men o'z yuksalish Baxmalda maktabda shuni so'radim. Foydalari qarang. Maroqli dam olamiz deydi. O'ynaydiganlar, maza qilamiz deydi. Keyin men so'radim. O'yin qachon chiqqan? 2018-yilda chiqqan ekan. Bir xillar qayerga mustaqillik yilini bilmaydi. PUBG qachon chiqqan biladi. Maroqli dam olamiz dedi. Bu argumentda berilish kerak, ochiq debat qilib ko'rish kerak bu narsa. Chunki bolada o'sha narsa konsepsiya bo'lib miyasiga joylashgani uchun to'g'ri deb qilayotgan ekan. Keyin savol berdim. Shu odamlar 2018-yilgacha hech kim maroqli dam olmaganmi? Shu o'yin chiqquncha. Yo buni o'ynayotganlar hech qaysi maroqli dam olmayaptimi? Ya'ni maroqli dam olish boshqa narsadan olsa bo'ladi o'zi aslida. Va bunda siz o'ylaysiz aslida dam olyapman deysiz, lekin aslida ruhan inson charchatgan bo'ladi. Sababi unda o'lim sahnalari bor, qon otilishi bor va miya ong osti real bilan virtual ajratolmaydi. Ya'ni o'sha odam o'ldirgan payti sen odam o'ldirding degan narsani ong ostiga joylayveradi. O'shaning uchun odam o'zi aslida bu ruhiyatga aziyat beradigan narsa charchatgan bo'ladi. Momentalni o'sha 1 soat o'ynasa 1 soat ichida mazza qilib miya dopamin olib turib o'ynashi mumkin. Undan keyin kun davomida juda lanch, kayfiyati yomon, asabiy yuradi bola. Charchoq hissi bo'ladi bundan. Tushunasizmi? Yozasiz, fikr miyada aylanib yuraveradi, to'g'ri deb turib, qog'ozga tushirgandan keyin aniq ko'rinadi. Ikkinchi nima foydasi bor buni? Nima deyishdi? Ingliz tilini o'rganamiz dedi. Til o'rgansa bo'ladi dedi. Keyin men aytdim. Qaysi PUBG o'ynagan bolalar repetitorga bormasa PUBG orqasidan IELTS hech bo'lmasa 7 emas, 6 olgan. Aytinglarchi, O'zbekiston bo'yicha yo'q nima? Bu bahonada, tushunasizmi? Oddiy bahona. Ya'ni o'yinni shu paytgacha men til o'rgatganimni bilmayman. Gamifikatsiya deydi, tarix o'rgatganimni bilaman. Bitta o'yinlar bor tarixda. Yo bo'lmasa bitta o'yinlar bor, arxitekturani o'rgatadi, boshqa. Ilmiy ma'rifiy o'yinlardir ular. Lekin mana o'lim sahnalari ko'p bo'lgan bir-biringga ot va hokazolar bilan. Uchinchi argument nima bo'ldi bolalarda? Do'stona muhit yaratadi dedilar. Jo'ralar o'ynaymiz, birlashamiz. Shunda PUBG o'ynamaydigan hamma jo'ralar bir-biriga dushmanmi? Hech kim do'st, masalan, futbol o'ynaganda do'stona muhit qilsa bo'ladi. Bunda naborot bir-birini otib qo'yib so'kishib qo'yganlar bor ekan. Bolalardan so'rasam, orasi buzilib ketganlar bor ekan. Lekin hech u yerda do'stona muhitni men ko'rmadim. Ya'ni o'zi aslida hamma plyus deb o'ylagan narsalarimiz miyamizda qog'ozga tushirsak o'zi asli minus bo'lib chiqadi. Keyin minuslarini sanasak, hech kim masalan PUBG o'ynab kelgandan keyin bolasini hali bir maqtab, bolam baraka topib zo'r ish qiling deb haqiqiy duo qilmasa kerak. Ayasini, dadasini gapi eshitadi, jamiyat obro'siga minus. Pulingizni ketkizadi deng. Keyin vaqtingizni eng ko'p ko'z nurini oladi deng. Asabiylashtiradi, zo'ravonlikka, moyillikka olib keladi va hokazo juda ko'pda, tushunasizmi? Eng yomon umrda nima ekan? Zoya ketkizar ekan. Yozib chiqasiz, shunday qaraysiz, chekka qo'yib qo'yasiz, endi ikkinchi varaqqa olasizda. Mana shu o'yinni hayotimda yo'qligini, nima plyuslari, nima minuslari bor. Shu o'yinni voz kechib yordingiz, bu hayotda yashab ko'ryapsiz. PUBG chiqib ketgandan keyin nima sizda yo'q, nima foydalari bor, uni yo'qligini. Va nima zararlari bor. U o'yin chiqib ketgandan keyin nima siz zarar ko'rasiz? Ko'rsiz zarar deyarli yo'q, faqat foyda bo'ladi.
Bu bitta o'yin misolida qadrdonlar yosh kattalarga ham taalluqli. Siz serialingiz bo'lishi mumkin. Bu ijtimoiy tarmoqlar bo'lishi mumkin. Bu biror bir sizni umringizga yetgan narsa bo'lishi mumkin. Uyga borib kimdadir qutula olmayotgan narsasi bo'lsa, albatta ikkita varaq ostida shuni yozib ko'rsin. Juda katta foyda bo'ladi. Men bir 20 yil, 15 yillar bo'ldi. Shu narsani doim yozib, qo'limda kelgancha nimadan voz kechaman desam, lekin kuchim yetmayotgan bo'lsa, qog'ozga tashlayman. Shunday qaraysiz, bittada voz kechib olasiz. Chunki u to'g'ri boya aytganim, materialskiy plata deydi, odamni eng haligi ongosini eng ichkilarida yozilgan qoidalar bo'ladi. O'zi to'g'ri deb biladigan, noto'g'ri deb biladigan narsalar uyushmasi bo'ladi. Ana shu yerga yetib boradi-da, to'g'rilab qo'yadi. Qolgan hammasi tashqaridan bo'ladigan bosim, voy o'ynama shu o'yinda, telefoningga olib qo'yaman, va hokazo olib qo'ygan hech qancha foyda bermaydi deng. Chunki siz tashqarigisi bilan kurashyapsiz, bolaning ichi bilan kurashmayapsiz. Hech kim bir nima uchun o'ynayapsan deb ichigacha kirib bormagan deng. Faqat urishni biladi. Shuning uchun tarbiyada ham bola bilan muloqotda ichigacha kirib oxirigacha olib borish muhim ekan. Shunaqa gaplar, qo'shoqlar. Men bugun juda ko'p gapirmoqchi emasman. Ko'proq eshitib, savollar bo'lsa men baholaqdara javob bersam, aktual narsalarga gapirsak, men uchun foydali bo'ladi deb o'ylayman. Sababi men gapiraversam, sizga umuman foydasi bo'lmasa, boshqa mavzuda gapirsam, siz bog'da bo'lsangiz, men tog'da bo'lsam bo'lmaydi-da. Mana shunaqa gaplar, men aytmoqchi bo'lgan gaplar hozircha shular. Sizda birorta savollar bo'lsa, marhamat. E'tiboringiz uchun rahmat. Savol. Voy. Savollarni eshitaman. Kimdan nima savol bor? Bering. Bemalol. Maktabni bitirish vaqtiga keldim. O'shanga orqaga qaraganimda orsicha mas'ulum uchun bugun nima qilishim kerak? O, yaxshi savol berdingiz. Voy baraka toping. Alloh siylasin. Bitirganlarni so'raychi, sizlar. Kim nimaga afsuslangan? Shuni so'raymiz keyin. Nimaga afsuslangansizlar? Kattalar. Siz yangi bitirgan ekansiz. Sizga? Kitob o'qiganimizga afsuslanamiz. Men o'tiravering. Men o'zim tavsiya bergan bo'laman. Nima qilsangiz, inshaalloh afsuslanmaysiz. Birinchi o'rinda til o'rganishingiz kerak, zo'r qilib turaman. Ikkinchi o'rinda aniq bitirishingizdan oldin qayerga kirishingizni, kelajakda kim bo'lishingizni rejalashtirib olib, o'shanga qarab hayotingizni qursangiz zo'r ish bo'ladi. Ko'pchilik masalan bir xillarni so'rayman, 11-sinf yarim o'tib bo'lgan. Dekabr misol uchun. Qayerga topshirasan desam, bilmadim, ko'ramiz deydi. Choyni sepvorsin basharasiga. Men 8-sinfni bitirishimga taxminan 160-170 ball to'playdigan haligi matematika nemislarda 30-35 deyishadigan holat variantlar tugatib bo'lganmiz. 9da tayyor bo'lganmiz. Bu yoq kutish bilan o'tgan xolos umrimiz. Ya'ni aniq bizning Xudoga shukr litseyimiz zo'rligi 6-7-sinfdan juda направление yo'nalish to'g'ri olib turib o'sha bo'yicha shug'ullanardik. Bu yoshlikdan aniq bo'lish kerak. 11-sinfni bitiryapti. Na IELTS olgan, na TOEFL olgan, na bir qayerga topshirishni biladi. Bu taxminan topshirgandan keyin taxminan ketadi hayot ham. O'shaning uchun hozirdan hayotingizni bir rejalashtirib oling. Yo'q, iltimos qilgan bo'lar, til o'rganing. Imkon qilsangiz prava olib oling, mashina haydash o'rganing. O'g'il bolalar, qizlar ham. Va albatta ko'p mutolaaangiz ko'p bo'lsin, ko'p kitob o'qing. Bunga juda katta foydasi bor. Ustozlar hurmatini joyiga qo'ying, duosini oling doim. Do'stlar ham qadriga yeting. Sinfdoshlar. Umringizda bir marta beriladi sinfdosh degan ne'mat. Universitetda 3-4tasi o'qishingiz mumkin-da, har xil kursdoshlaringiz bo'lishi mumkin. Lekin maktabga ikkinchi marta qaytib qadam qo'ya olmaysiz. O'quvchi sifatida. Umrda bir marta beriladi bu ne'mat. Shuning uchun sinfdoshlarni qadriga yetib, jamoaviy ishlar ko'proq qilinglar. Bu degan haligi hadeb yeb ichavermasdan birgalikda qayergadir borib, 20 ta o'quvchi ikkitadan eksa 40 ta daraxt bo'ladi. Sizlarning istalik bo'lsin shu. Ya bo'lmasa jamoaviy borib turib birorta qiynalgan oilani masalan ta'minotiga qarashib, hech kimi yo'q bir qarib qolgan odamlar bo'lsa, bolalar tashib ketgan, uylariga borib hasharlar qilib chiroyli derazalarni artib, hamma yog'ini bir shamollatib, yuvib, chizib kelgan bo'lardi. O'quvchi o'qiganimda. Jamoaviy mana shular hammasi xotira bo'lib qoladi. Darsga o'tirganingiz esdan chiqadi doim. O'sha narsalar esda qoladi.
Kimda savol bor yana? Bering. Ya xudo. Shu boshda aytib qo'ymayapman. Shu hali menga oid savol bermay, men rosa xijolat bo'laman. Haligi men siz mendan aniq yaxshiroq odam bo'lasiz. Shunga juda xijolat bo'laman. Yana bir rahmat aytay, o'zing haqida gapirma deb. Ya o'zingni maqtashga yo yomonlashga to'g'ri keladi. Ko'p ahmoq deyishadigan. Kimda savol bor? Bering. Nafsini yengish uchun nimalar qilmaslik kerak? Nimalar qilish kerak deng? O'tiravering. Nafs insonni doimiy ravishda oyoqdan tortib cho'kishga majbur qiladi-da. Nafsi xohishdagi doim sizni maqsadlaringiz teskari bo'ladi. Ruh doim rivojlanish xohlaydi, o'zingizda ishlash xohlaydi, oldinga intilish xohlaydi. Nafs orqadan oyoqdan tortaveradi. Shunda bir narsani tushunish kerak. Nafsni rozi qilishning usuli bormi desa, ha bor. Nima u desa, nafsi xohlaganini bermaslik. Nafsi havoyi xohishga teskari ish qilish. Chunki nafsi lazzati vaqtincha, undan keyin hasrati juda uzoq davom etadi. Ertalab turibsiz, uyg'ondingiz, turishingiz kerak. Lekin nafsiz yot, yana ozgina uxladi deydi. Uxlasangiz bir ko'zni yumib ochguncha 3-4 soat o'tib ketib qolgan bo'ladi. Kuni bilan kayfiyati yomon yuradi. O'sha payt issiqqina ko'rpada maza qilganda siz 1 soat 2 soat. Kun davomida lanch yurasiz, xafa yurasiz. Chunki kunni birinchi jangida yutqizdingiz-da. O'shaning uchun men nafs yengish uchun erta turish kerak deyman. Va bir narsani tushuning. Nafs xohishiga bo'ysunsangiz qisqa muddat maza qilasiz, uzoq muddat hasrat qilasiz. Lekin o'sha payt tursangiz yoqmaydi. Yuz qo'lingizni yuvib o'zingizga kelguncha yoqmay turaveradi, tortaveradi. Lekin o'sha paytda nafsni teskarisini qilsangiz, nafs isyon qiladi, azoblanadi qisqa muddatda, lekin uzoq muddatda rohatda bo'lasiz, maza qilib yurasiz. O'shaning uchun o'z nafsi o'ziga rozi bo'ladi, tushunib yetgandan keyin teskarisini qilib to'g'raysin. Shu ba'zan shu ayollarga o'xshataman deng, o'zi aytadigan gap boshqa, xohlab turgan narsasi boshqa bo'lib turadi. Aytgan qilsangiz, men buni aytmadim deb turaveradi. Shuning uchun ayollar bu ajoyib psixologiya bo'lsa kerak. Bitta odam shu ayollar tushunish degan kitobni boshlagan ekan, oxiriga yetguncha o'zi o'lib ketdi deydi. Bu har zamon bo'ladigan narsa. Chunki ayol shaxsiyatga qarab qaror qabul qilgani uchun ba'zan nima xohlayotgan o'zi ham tushunmay qoladi. Har doim emas va hamma ham emas. Eriga masalan bir narsani aytib shuni qilaylik deb turadi-yu, aslida qilmasligini xohlab turgan bo'ladi. Yo'q. Kimda savol bor? Bizdan faqat harakat natijasi shu Xudodan deb turish kerak. Men shu haqida o'ylayman. Va hayotimizda bo'ladigan va yaxshi yomon narsalar, yaxshilari men ertalab kimdir ko'rgan bo'lsa yozib qo'yganim, munosibligimizdan bo'lavermaydi. Xudoning ikromi bo'ladi. Bandani hayotda nimaki yaxshi ish bo'lsa, Xudodan bo'lgan bo'ladi. Lekin nimaki yomon ish bo'lsa, o'zidan bo'ladi. O'zidan bo'ladi. Odamlar yomon qilgan kasbini jazosini har doim oladi. Lekin yaxshiligini, ya'ni mukofotini ham uni ortig'i bilan Xudo doim berib turgan bo'ladi. Lekin odamlar ko'pi yaxshilik kelsa o'zidan deb biladi-da. Men shunaqa qildim, yerni chuqurroq haydadim, o'g'it ko'proq soldim. Yomonlik kelsa o'zidan boshqa hammani ayblaydi. Ob-havo noqulay keldi deb. Teskarisi bo'lish kerak. Shunda odam siqilmay baxtli yashaydi. Ko'p shu baytni takrorlayman, joyi bo'lgancha qaytaraman. Rumiy Hazratning gaplari. Qulga balo kelmas haq yozmaguncha, haq balo yozmas qul yo'ldan ozmaguncha, haq quldan intiqom qul ila olur, dinu irfon bilmagan buni quldin deb bilur dedi. Odam o'zi oyoq toyishmasa, qiyshaymasa, Xudo unga balo yozmaydi. Xudo balo yozmasa unga balo kelmaydi o'zi aslida. Demak, insonga balo kelmaydi haq yozmaguncha, haq balo yozmay turadi, o'zi yo'ldan ozmaguncha. Xudo bandani jazosini bir chaqmoq chaqib sizni yo'lda urib ketmaydi deng. Yer yorilib ichiga tushib ketib qolmaysiz. Bir fantastik, g'ayrioddiy haligi kutadi. Bir odam bir gunoh qilsa yo xato qilsa,
unga keladigan jazoni u bir tarixda bo'lgan buyuk voqealarga bog'lab, shu haligi daryo yorilib ustiga shunday yopilib qoladiganday, yer yutib yuboradiganday, osmondan chaqmoq tushadiganday tasavvur qiladi. Yo'q, u g'ayrioddiy narsalar zulm eng uchiga chiqqanda Xudo o'zini borligini bildirib qo'yadigan holatda mo'jiza ko'rsatganda bo'ladi. Sizcha unaqa zulm ustiga chiqmagan bo'lsangiz, yo bo'lmasa sizdagi voqeaki unaqa darajada bir katta haligi yer yuzida ta'sir qiladigan darajada bir katta bir xato bo'lmaydigan bo'lsa, ularni hisob kitobi oddiy odamlar bilan bo'laveradi. Birovda o'dizmi, boshqa odam kelib turib siz bitta urib qo'yading. Birovda haqqini yedingizmi, boshqa tarafdan 1 yillar, 2 yillar o'tgandan keyin birov siz haqqingizni yeb ketadi deng. Siz hali odam yomon ko'raverasiz. Nimaga u meni haqqimni yeb ketdi deydi. O'z bilmaysiz, sal orqalarda siz shu xatoni qilgansiz. Haq quldan intiqom qul ila olur dedi. Boshqa bir odam orqali. Dini ifrom bilmagan buni quldan deb biladi. Shu odam meni haligi bo'lmaganda hayotimda mana qo'yib ketardi. Birov kelib urushadi sizni, undan xafa bo'lasiz. Siz kimdir asabimizga bo'lasiz sal turib. Oldinroqda. Demak, o'shaning uchun odamlar yaxshilik va yomonlikni shu taqdirdan deb to'liq ishongan kuni juda chiroyli yashaydi ekan. Shu atrofdagilarni rosa o'zgartirishga harakat qilmang, munosabatni o'zgartiring, ular ham o'zgarib ketadi. 1200 yil oldin bir katta olim inson o'tgan, vali odam. Xotini juda yomon ekanda. Shogirdlari kelsa so'kib aytar ekan. Senlar mana shu ahmoqni ustoz deb yuribsizlar. Bu g'irt maraz odam men yashab bilaman-ku, turib qilaman deb turib, haydab solar ekan bechoralar. Shu qadar zulm qilar ekanki, bir kuni haligi odam boshiga o'zi tandirda non yopib, uzib tursa, hali xotini keladi-da, nafsoniyatiga tegadigan gaplar gapirib, "Sen ham bo'ldingmi?" deb 6 marta tepadi orqasiga. 6 marta. Erkak kishi jismonan o'zi asli ayol kishidan kuchli yaratilgandan. Bir o'zi qaytib turmaydi shu xotinning. Yo bo'lmasa og'zi bir uchidan chiqib ketadigan gap ushtaloqsin degan. Lekin juda bir Xudoning do'sti ekanki, o'ta halim ekanda, juda sabrli ekan. Boyagi ayolga bir og'iz gapirmabdi. Bir chertib qo'ymabdi, shunday bir chiroyli tabassum bilan sabr ko'rsatdi. Oradan yillar o'tdi. Keyin u odam vafot qiladi. Vafot qilganda bir valizot tushida ko'rar ekan do'stlaridan. Hazrat, ahvolingiz qalay desa, Xudo meni rahmatiga oldi. Va bir narsani hikmatini ko'rsatdi. Jannatda 8 ta darvoza, do'zaxda 7 ta bir darvoza bo'ladi deyshadi, ulug'lar shu. Do'zaxda 7 ta darvozasini 6 tasi o'sha tandirda non yopayotgan kunim xotinim kelib 6 marta tepganda ko'rsatgan halimligim uchun yopilgan ekan, sharaq etib. Shuncha yil kechalari uxlamasdan tahajjudlar o'qib, kunduzlari ro'zalar tutib, nafsimni riyozat bilan qiynab, zo'rg'a men 7-sini yopib olgan ekanman. Bilganimda 7-marta tep deb aytardim degan ekan. Tushunyapsizmi? Ya'ni hayotimizda ozor bo'lib tuyulgan narsalar bilmaymizki qaysidir yomonlik eshigini yopayotgan bo'lishi mumkin. Unga nisbatan ko'rsatgan halimligimiz, sabrimiz qaysidir yaxshilikni eshigini ochayotgan bo'lishi mumkin. Biz buni bilmaymiz ekan. O'zimizdan tashqari sodir bo'layotgan voqealar bizga sinov deb qabul qilsak va unga ko'rsatadigan munosabatimiz chiroyli bo'lsa, qarang, mukofoti ham go'zal bo'lar ekan. Bu degan uyga borib tag'in tep turib yurmaysiz. Bu tabiiy bo'lish kerak, tushunasiz? Sizlar ham erlang tep yurmanglar. Dadasi 7 marta tepaman ekan deb. Kanallarga chiqib ketmang. Aytmoqchi bo'lganim nima? Hozir ajrim ko'payib ketdi. Afsuslar bo'lsin-ku. Yiliga 40 ming, 50 ming. Shu xotinni yaxshiligi bo'lsin, yomonligi bo'lsin, erda yaxshilik bo'lsin, yomonligi bo'lsin. Chiroyli sabr qilsa ham odam ko'p narsaga erishsa bo'lar ekanda. Shartdakilik qilib, betga choparlik qilib, sakrab, sapchib, qo'lni ishlatib, tilini ishlatib, birov shu paytgacha baraka topgan men ko'rmaganman. Lekin sabr qilgan qancha ayolni bilamanki, hammasi baraka topgan. Yillar o'tdi, hali orqada qolib ketar ekan. Hani beparasatga ham bir kun haligi Xudo parosat nasib qilar ekan. Va bu yerda qancha shirindan shakar bolalar, yaxshi salohiyatli bir odamlar bo'lib yetishar ekan.
O'sha ichadigan odam ichmay ham qo'yar ekan deng. Ular birga er xotin hajlarga ham borib kelar ekan deng. Qancha ishlar bo'lar ekan deng. O'shaning uchun sabrni tagi oltinni bekor aytishmagan ekan. Hozirgi avlodda men rost iltimos qilgan bo'lgan narsam ota-onalardan, yosh kattalardan sabr degan narsani o'rganingizlar. Rahmat. Savol. Kimda savol bor yana? Eshitaman. Yo'qmi? Ayting. Sabr deganingizga kitob topib qoldim. Bir olim aytadiki, sabr 3 xil bo'ladi. Alloh bilan sabr, Allohdan sabr. Yana uchinchisi bor. Shuning farqini tushunmayman endi. Alloh desa, Alloh uchun sabr. Imom G'azoli Mukoshafatul Qulb degan kitobida adashmasam, sabr 3 xil bo'ladi degan. Birinchisi Xudoni buyurgan narsalarni qilishlikda sabr. Ikkinchisi Xudo qaytargan narsalarni qilmaslikda sabr. Uchinchisi biror bir balo yo'sinov kelganda ilk lahzalardagi sabr dedi. İlk lahzalardagi odamning munosabati juda muhim ekan. Chunki uni oyog'i bar o'zgartira olmagansiz-ki, "Hay endi peshonamda bor ekan" deb ko'rinishlik bo'ladi. Boshidagi holat odamning qalbidagi narsani Xudo bilib turar ekan, o'sha paytdagi holat muhim ekan. O'sha yaxshilik keladimi, yomonlik keladimi, bir xil tura olishlik sizni maqtaydimi birov yoki yomonlaydimi, sizga bir xil ta'sir qilishligi bu katta bir haligi ekanda, ulug'larni bir xulqi yurishtirish ekan. Uni so'rash kerak. Kuchli odamlarda bo'ladi. Kimda savol bor yana? Bering. Hozir olayotgan ilmingizni mukammal darajada o'rganish uchun nimalar qilish kerak? O'tiring. Ilm olish sirlari degan kitobni o'qimadingizmi? Kim o'qigan Ilm olish sirlari degan kitobni? Yaxshi. Shu kitobni o'qib chiqish kerak. Shu kitobni qayta o'qish kerak. Shu aytganingiz, xohlagan ilmga kiradigan bo'lsangiz, Xudo olsa mukammal olasiz, agar amal qilsangiz. Kimda yana savol bor? Bering. Orqangizda bo'lib bersin. Masalan, bir xil paytda do'stimiz bilan urushib qolib, do'stimiz bilan qattiq urushmaslik uchun nima qilish kerak? Ajoyib savol. O'tiring. Do'st sizga har zaman sovg'a berib turishingiz kerak, hadya. Odam bir-birini ko'rganda salom berib tursa, keyin har zaman bir-biriga hadya ulashib tursa, juda katta bir iliqlik paydo bo'ladi odamlar o'rtasida. Va u iliqlikki ko'p janjallarni, ko'p urushlar oldini oladi. O'shaning uchun hurmatli erkaklar, bir yilda bir marta gul bermasa, imkon qolsangiz har juma gul bering deng xotiningizga. U siz ketganda bilmaysiz, u gulni ushlab idishda yuvadi deng, gulni ushlab haligi uylarni prisos qiladi deng, rosa haligi. Bir xil so'rasam, shu uylanganda bergan, boshqa bermagan ekan. Necha yillar o'tib ketgan. U arzimagan pul ketadi, lekin dunyoni kayfiyatini beradi-da. Ayollar ham xuddi shunaqa deng. Arzimas bo'lsa ham, shu juda ko'p xarajat bo'lmaydigan hadya qalblar yaqinlashtiradi. Imkon bor shunaqa qilinglar. Bitta ruchka berib qo'ying. Kelasi hafta biror bir oddiy narsa bering. O'sha narsani har ko'rganda sizga nisbatan iliqlik paydo bo'ladi. O'sha iliqlik o'sha janjalni to'sib turadigan narsadir. Qalb yaqin bo'lsa, odam hech qachon janjallashmaydi. Qalb uzoqlashganda bo'ladi janjal. Chunki bir donishmanda aytadi shuni. Ikkita bir-birini yaxshi ko'rib qolgan odamni ko'rmaysanmi dedi. Pichirlab gaplashadi dedi. Yoki so'zsiz gaplashadi, bir-birini tushunadi dedi. Bir-biriga qalbi uzoqlashib qolgan dushman esa dedi, oldida turib baqiraveradi. Bozorlarda janjallashgan ko'rganmisizlar? Butun bozor eshitadi, oldinda turib pastroq gapirsa ham eshitadi. Yo'q, qalb juda uzoqki, yetib kelguncha vaqt ketadi, eshitilmaydi. O'shaning uchun baqiradi odam. Savol? Yo'qmi? Biz dejurniy savol berishimiz var ekan, marhamat siz. Bering. Ha. Ha. Zo'r. O'tiring.
Nimalar yaxshi ko'radi singlingiz? Rasmli narsalar. Rasmli Unda rasmli kitob berish kerak, o'qishga qiziqish uchun. Ko'p rasmli narsalar berish kerak. Yana nimaga qiziqadi? Qanaqa o'yinga qiziqadi? ko'chaga chiqib, Yaxshi. Yana qanaqa nimaga? Nimani yaxshi ko'rib, sevib qiladi, o'shani ayting. Zo'r. Xo'p, men endi ko'rganim, tushunganim, bolaning tarbiyasida biror bir narsa yaxshi ko'rsa, o'sha narsa noto'g'ri bo'lsa, darrov kesishga urinadi ota-ona. Nabrot o'sha bolani harakatga undaydigan motiv bo'ladi. Ayni shu orqali ko'p ishlar qilsa bo'ladi. Masalan, bolangiz o'sha bir o'yinga bog'lanib qolgan, o'ynash ayb emas, chunki u bolada, bolaligini qilish kerak. Lekin to'g'ri ishni qilmayotgani ayb. Siz to'g'ri ishni qilib, mukofotiga boyagi ishni qo'yaverish kerak. Bu 1 soat o'qi, yarim soat o'ynaysan, 2 soat o'qisang 1 soat o'ynaysan deb limitni to'g'ri qo'yib bersangiz, bola o'ynash uchun ancha narsa o'qib qo'yadi. Biz demak bolani qiziqadigan narsalarni bilib olishimiz kerak. Kimdir orzusi velosiped bo'lishi mumkin. Kimnikidir mana taekwondo formada, kimono deydi, o'shadir. Kim uchundir boshqa narsa, kim uchundir to'p, kim uchundir PlayStationdir va hokazodir. O'sha qiziqadigan narsalar va orzularni bilish kerakda, uzoq muddatli o'qish uchun maqsadlar qo'yib, shuni yetkazsang, men senga shuni olib beraman deb va'da berish kerak va shu va'dadan ustidan chiqish kerak. Bola qilib qo'yadi, juda tez qiladi. Qanday gaplar? Savol? Nima bola bermoqchi? Bering. Hozir chiqarayotgan qarorimiz ertaga keyinchalik noto'g'ri bo'lib qolmasligi uchun nima qilish kerak? Yaxshi savol. Xo'p. Shu qaror chiqarishdan oldin yaxshi o'ylash kerak o'zi odatdan. Yozish kerak. Oqibatlarni o'ylash kerak va kattalar bilan ko'p maslahatlashish kerak. Ko'p maslahatlashish kerak. Har doim ideal yashay olmaydi odam. Yillar o'tib ba'zi qarorlarning noto'g'riligini bilasiz. O'sha qarorlar noto'g'riligini avvaldan bilganingizda qilmassiz o'z aslida. Qilib qo'yishingiz ba'zan taqdirdan, ba'zan ilmsizlikdan bo'ladi boya. O'sha ko'proq kitob o'qib, ko'proq maslahat, mashvarat qilib tursa, kattalar bilan noto'g'ri qarorlar soni kamayadi ancha. To'g'ri qarorlar ko'payadi. Savol? Bu yerda yana bitta qo'l ko'tarildi boya. Mana qiz bermoqchimi dedi. Abadoga bor qiz. Bermoqchi emasmidi siz? Bering siz. Mana masalan, bizni qalbimiz kengda, ochiqda. Aylanib keting. Masalan, bironta har doim oldimizda yuradigan odamning qalbi sal kichkinaroq bo'lsa, uni qalbi bizga o'tib qolmaydimi? Zo'r savol. O'tib qoladi. O'tib qoladi. Ha, odam juda ta'sirlanadi atrofdagi odamlardan. Sizda qalbingiz kengligi unga o'tadi deng, uni sal qalbi kenglar, uni qalbi torligi sizga o'tib shunday qayerdadir ko'rishasizlar. O'shaning uchun yaxshi odamlar bilan yurish kerak. Odatdan bunaqa yomon odamlarga siz inshaalloh kelajakda ko'p qo'shilavermaysiz. Odam inson o'zida doimiy ravishda bir energiya tarqatib turadi. Yaxshilar yaxshi, yomonlar yomon. Bir ajoyib hikmat bor. Bir joyda 100 ta odam o'tiribdi, aylanib bo'lib turib. 99 tasi yomon odam, bittasi yaxshi odam. Ko'chadan kirib kelgan odam hech qaysini tanimasa ham to'g'ri borib yaxshi odam oldiga o'tiradi. Tanimaydi, topadi. 100 ta odam o'tiribdi. 99 tasi yaxshi, bittasi yomon odam. Ko'chadan kirib kelgan yomon odam to'g'ri kelib yomonni oldiga o'tiradi. Odamlar shunaqa bir-birini tortadi. Qalbi keng odam atrofida qalbi kenglar yuradi ko'pincha. Ichi ziqlari oldida, ichi ziqlar yuradi. Ko'rmagansiz, alkashlar bilan yurgan bo'ladi. Futbolchilar, futbolistlar bilan, boshqalar bilan. Shuning uchun shunaqa toifaga bo'linib ekan odamlar. Ha, siz Xudo xohlasa atrofingizda yaxshi odamlar to'plansin. Keyingi savol. Alaykum assalom, hormangsiz. Alhamdulillah. Xursand bo'lishni ko'rib. Rahmat. Bu yerda bitta savol bermoqchi edim sizga. Endi savol emas, aslida siz hayotiy tajribangizdan. Bu yerda kelgan o'quvchilarimiz yoshida, deyarli siz talaba bo'lgandingizda, uning uchun
qanday siri borki, shunday yaxshi o'qiy oldingiz. O'qituvchi sifatida bilamanki, yomon o'qiydigan o'quvchining o'zi yo'q aslida. O'qimaydigan bola bor, o'qita olmaydigan o'qituvchilar bor. Qanday turtki topgansizki, shunaqa yaxshi o'qib ketishingiz uchun biz bolalarga ham o'sha bir motivatsiya bo'lsa degan. Voy, rahmat. Xo'p. Shu oilaviy muhitga ko'p narsa bog'liqmi deyman. Dadamiz ko'p talabchan bo'lgan, ayamiz ham shu yordamchi bo'lgan. Akam rahmatli ko'p biz o'qishga targ'ib qilganda oilaviy muhit. Keyin litseyda o'qiganmiz, o'sha litseyimiz juda yaxshi bo'lgandan. O'qishga kirish foizi 98% bo'lgandan. 50 ta bola topshiradi, 49 tasi kiradi deng, bittasi kira olmaydi. O'sha bitta ham keyingi yil kiradi deng. O'sha muhit bolani nima qilib bo'lsa ham yaxshi muhitga solish kerak ekan. O'sha yomon bo'lsa ham o'zgarib ketadi deng. Men o'z xulosam jamoaviy muhit, tashqi muhit odamni individual salohiyatini bosib o'tib ketib qolar ekan deng. O'ziga moslashtirar ekan deng. Shu iloji boricha bolangizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, atrofini, do'stlarini yaxshilab surishtirib, yana ham yaxshiroq jamoaga qo'shishingiz kerak. Shuni harakatda qilish kerak iloji boricha. Kimda yana savol bor? Topdingizmi? Bormi? Aha. Bering. Shu oxirgi savol mayli bo'lsin. Mayli desangizlar, chunki sertifikat topshirishimiz kerak. Odam sizga mukammal o'rgandingiz ilmda, bilimni juda mukammal o'rgandi, lekin odam o'lgandan keyin bu bilim kerak bo'ladimi, kerak bo'lmaydi? O'lgandan keyin? Ha, yaxshi savol. Buni o'lganlardan so'rash kerak. O'tiring. Savol uchun rahmat. Siz kabi degan joyiz noto'g'ri bo'ldi, chunki ilm cheksizlik u bir parchasini ham hali ololmaganmiz. U mukammal ilm deyilmaydi. Kimki men mukammal ilm egasiman desa yolg'on gapiribdi. Mukammal ilm yolg'iz Xudoga xos deng, mutlaq ilm. Banda mana qaranglar. Odam qancha kam narsani bilsa, shuncha ko'p narsani bilaman deb o'ylaydi o'ziga bahos. Mana shu narsa bir odam biladigan bilimlarning sohasi deydigan bo'lsak, buning ichi biladigan narsalar. Buni atrof hammasi bilmaydigan narsalar. Va dunyoda men bilmaydigan narsa juda kam deb o'ylaydi. Sababi buni aylanani uzunligi kichkina. Tushundingizmi? Aylanani uzunligi formulasi nima edi? Qanday topamiz? 2 pi u 100 emasmidi? Bu qanday topilardi bu? Yo, noto'g'ri aytdimmi men? Demak u 100 ekan, 2 pi. Aylanani qanday topamiz? Uzunligi 2 pi. Ha, unda uzunligi ekan. Men ancha chiqib ketib qolibman. 2 pi. Mana shu radiusni pi ga ko'paytirib, umuman diametr pi ga ko'paytirsak ham nima deydi? Chiqadigan aylananing yuzi radiusni uzunligi qancha uzunlashgan sayin aylananing uzunligi ko'payadi. Qarang. Mana shu narsa, mana shu har bir tutashgan nuqtalar bilmaydigan sohalariga yo'lda va mana shuncha narsani bilaman degan odam bilmaydigan narsalarim juda ham kam deydi. Tutashadigan narsa kamligi uchun. Mana shuncha narsani bilgan odam o'sha bilmaydigan sohaga tegadigan nuqtalari sal bunga nisbatan ko'proq bo'lgani uchun men ko'proq narsani bilmayman deb o'ylaydi. Endi kimdadir yuza mana shunaqa. Tushunyapsizmi? Buniki bunaqa. Mana odam bilmaydigan narsalariga tegishadigan nuqtalar ko'p bo'lgani uchun men bilmayman deb turaveradi bunaga nisbatan. Bu men ko'p narsani bilaman deb turadi. O'shaning uchun kim qanchalik bilmasligini tan olsa, o'sha shuncha olimroq bo'ladi. O'sha Ibn Sino she'ri bor, bildimki hali hech narsa ma'lum bo'lmagan degan. Ha, savol? Hozir farzandlarimiz ko'p telefonga bog'lanib qolyapti. Qarindoshlariga, bir-biriga mehr-oqibatini, aka-uka, akasini qanday rivojlantirishimiz mumkin? O'z farzandlarim ham kelgan, ularga ham maslahatingiz, menga ham maslahatingiz. Aka-uka masalan birdan ko'p o'shib qolishi mumkin, yoki singlisi bilan, yoki mana hozir qarindoshlar bir uzoqlashib ketyapti-ku, bir-bilan. Ko'proq mehr-oqibatli bo'lishini xohlayman. Mot. 100 pier kvadratni shunda kallam ketib qopti 14 yil ichida matematika qaramagan. Demak,
Xo'p, men eskiman otam rahmatli. Har juma namozi o'qigandan keyin biz uyga kelardi. Ayam tomonidan otam maktabdan. 1 kilo novvot parvarda bir narsa olib keladi. Shu otamiz kelganida rosa xursand bo'lib, o'zi uyga mehmon kelsa rosa yugurib oldiga chiqib atrofida aylanib yuraverardi. Ko'p narsa o'rgatib ketgan ekan, amalan. Biz ham shu otam o'tguncha bundan keyin ham men hozir borsam imkon qilaman. Akalarni, xolalarimni, boshqalar hammalarni ko'rib chiqishga bitta. Bolaga nimadir o'rgatish shart emas, unga faqat ko'rsatish kerak deyman. O'zingiz qachon aka-uka, opa-singillar holidan so'raysiz, ular bilan chiroyli muomala qilasiz, keyin bola eshitgan emas, balki ko'rganini qiladi u. O'shanda ta'sir qiladi. Mana bolalar, nevarlar orasida birovdan xabar olishlik va hokazo masalada men o'ylayman, menda nisbatan ko'proqda shu narsaga e'tibor. Nima hisobiga desa, enam qo'limdan ushlab juda ko'p joyga olib borardi. Enam bilan birga borganim, yurganim, sila rahmni ko'rganim uchun o'zimda shu narsa shakllandimikan deb qolaman. Birov aytmagan, borib falonchidan xabar oling deb shu paytgacha. Ayaklar. Oxirgi savol. Bering. To'g'ri maqsad qo'yish uchun nima qilish kerak? Yuksalish o'qidingizmi, o'qimadingizmi? O'qidingizmi, o'qimadingizmi? Ha. Yuksalish o'qish kerak. Xo'p, to'g'ri maqsad qo'yish uchun sizni yoshingizda, o'zi asli meni yoshimda ham mana olib qarasak, odam o'zi uchun nima to'g'ri, nima noto'g'ri har doim bilavermaydi. Shuning uchun ota-onangiz bilan o'tirib maslahatlashib, kelajakda nima qilmoqchiligingizni bir bo'lishib, keyin bir katta ustozlar bilan o'tirib, shu narsani qilmoqchiman deb ichingizda borini aytasiz, nimaga qobiliyatingiz borini aytasiz, keyin ular to'g'rilab yoki o'zlarini ham qo'shimchasini qiladi. Shu to'g'ri maqsad bo'ladi. Men o'ylayman. Shunaqa. Siz gapingiz qolib ketmasin endi ichingizda, aka. Alaykum assalom. Qarang, tarbiyaga doir 700 ta masala degan yaxshi kitob chiqdi. O'tgan yili chiqdi. Tarbiyaga doir 700 ta masala degan shu yaxshi kitob, tavsiya qilaman. Shu o'zi yetadi, shu kitob zo'r kitob. Keyin bola eshitganini emas, ko'rganini qiladi degan yana bir yaxshi kitob chiqdi. Uni men hali o'zim qo'limga o'qib ko'rmadim. Ayolim bugun rosa maqtab yozgan ekan Telegramga. Shu kitob tugatyapman deb. Shu ham yaxshi kitob ekan. Bu yerda bitta qo'l ko'tarilishi qolib ketmasin, chap tarafda kimning savoli bor edi? Bering. Odamning umri rohatdan o'tishdan ko'proq yoki qiyinchilikdan? Yaxshi savol berasiz, rahmat. Kim nima deb o'ylaydi? Rohatda o'tadiganlar qo'l ko'tarsin-da. Bir qo'l ko'tarsin. Rohatda ko'proq o'tadiganlar qo'l ko'tarsin. Endi qiyinchilikda o'tadi deganlar qo'l ko'tarsin. Shunda qolganlar bez bo'ladi, ko'ygan qo'l ko'tarmayapti. Boshqatdami? Yo'q, bu yoqda. Xo'p, mayli. Siz o'zingiz hayotingizni rohatda ko'proq o'tadi deb o'ylaysizmi yo qiyinchilikdan? O'zingiz hayotingizga javob bering mana. Kim o'zining hayotini ko'proq rohatda o'tadi deb o'ylaydi? Qo'l ko'tarsin-chi. Kim o'zining hayotini ko'proq qiyinchilikda o'tishi mumkin deb o'ylaydi? Yaxshi. O'tiringizlar. Qo'l ko'tarmanglar, baribir ko'tarmaydi ekansiz. Sizlar saylovga ham bormasalar kerak deysiz. Odam nima uchun rohat, nima u uchun rohat, nima uchun u uchun qiyinchiligini o'zi qaror qiladi-da. Aslida insonning umri mutlaq rohatda o'tadi. Unga berilgan har bir narsaki, agar hikmatini tushunsa, Xudodan shunaqa ikrom bo'lgan bo'ladi. Shunaqa bir haligi, chunki odam ko'rmagan, unda yo'q narsani istab umrini xuddi yetishmovchilikda o'tayotgandek his qiladi-da. Lekin Xudo sizga bergan ne'matlar yaxshi tafakkur qilsa, inson umri aslida 100% rohat o'tayotganini biladi. Oddiy misol aytaman.
Ko'zingiz ko'radi misol uchun. Tug'ma ko'zi ojiz bo'lib tug'ilganlar bor. Siz nima karomat qo'ygansiz, siz ko'zingiz ko'ryapsiz. Ular nima xato qilganki, ko'zi ojiz tug'ilganlar. Xudo sizga buni berganmi? Umringiz oxirigacha shuni o'zida rohatdasiz sizning. Ya'ni bunday sanasak juda ko'p narsalar borki, o'z aslida. Lekin ko'zi ojiz odamlarni bundoq so'rasangiz, ko'zi ojizlikni ne'mat deb biladiganlar ham bor. Bu odamlarning bu yomonligini ko'rgandan ko'rmagan yaxshi deb turib. Demak, biz voqelikka nisbatan munosabatimizni o'zgartirar ekanmiz-da. Bu narigi dunyoda aniq bo'ladi, nima o'zi aslida to'g'ri, nima noto'g'ri, nima hikmati shu paytda bilinar ekan, narsalarni haqiqat. Kim ko'zi ojiz bo'lib tug'ilgan bo'lsa yoki ko'zi ojiz bo'lib qolgan bo'lsa, unga sabr qilib chiroyli yashagan bo'lsa, Xudoyim jannatini va'da qilgan unga. O'shanda nechtadir ko'zi ojiz odam jannatga kirib ketayotganda ko'zi ochiqlar, Xudo meni ham ko'r qilib yarasang bo'lmas deb qoladigan darajada bo'ladi. Ya'ni bunday olib qarasangiz, bunday olib qarasangiz ham Xudo sizga qanaqa plan chizib qo'ygan bo'lsa, o'sha u banda o'sha eng ideal hayot bo'ladi. Tushuntiradimi? Siz uchun eng ideal chizilgan reja, uni butun dunyo olimlari o'tirib turib sizga bir hayot yo'lini chizib bersa ham, uni bir haligi 1% ham bo'lmaydi. Shuning uchun sizga nima berilgan bo'lsa, sizning foydangizga va sizga nima berilmagan bo'lsa, sizning foydangizga bo'ladi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.